Xitoy hukumati izchil lagerlar haqidagi turli xabarlarni inkor qilib kelayotgan bo'lsa-mu, yaqinda ularning turli hujjatlaridan ma'lum bo'lgan ma'lumotlar o'tgan 6 yil mobaynida oz degandimi 8 million kishining qayta tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarga qamalganligi ma'lum bo'ldi. 17 sentabr Xitoy Davlat ishlari kabineti Xinjiangdagi emgak va ishga o'rlashtirish kapolati nomli oqtashliq kitob e'lon qilib, Uyg'urlarning majburiy emgakka selinganligini inkor qildi. Mutaxassislar bo'lsa, Xitoyning oqtashliq kitobida atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarini oqlash uchun qo'llangan ma'lumotlar orqali vassili holda yig'ilish lagerlarining mavjudligini e'tirof qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Oqtashliq kitobda mundaq deyilgan: Statistikaga qaraganda 2014-yildan 2019-yilgacha Xinjiang o'tir hisob bilan 1,288,000 shahar va yeza ishchisini tarbiyalagan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkistonda atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomida Uyg'urlarga Xitoy tili va kasbiy mahoratlarini o'rgatayotganligini aytib keldi. Xalqaroda bo'lsa, bu markazlarning yig'ilish lagerlari ekanligi, Xitoyning Uyg'ur tili va madaniyatini yo'qotayotganligi tanqidlandi. Xitoy ijtimoiy taratqularida tarqalgan sin ko'rinishlarga qaraganda, Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda yana bir masjidni Uyg'ur madaniyatini tashviq qiladigan sayohat nuqtasiga aylantirilganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy hukumatı millionlagan Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni xohlagancha tutqun qilib, turma va lagerlarga qamab, Sharqi Turkistonda nopus qirg'inchiligi ilib borsa, yana bir tarafdan Xitoylarni Sharqi Turkistonga jalb qilish uchun har xil tashviqotlarni ilib bormoqda. Sında ko'rsatilgan atalmish madaniyat uyining masjid ekanligi aniq bilinib turadigan bo'lib, Uyg'ur madaniyatiga doir buyumlar qo'yilgan. Xitoy doiralari yaqinqi bir necha yilda Sharqi Turkistonda nurg'un masjidlarni chaqdi. Ba'zilarini Xitoydan keladigan sayohatchilar uchun sayohat o'rni qilib o'zgartdi. Hatto yaqinda otishda chiqib etilgan bir masjidning o'rniga hojatxona silinib, sayohatchilarning ishiltilishiga ichilganligi xabar qilindi. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosining 18 sentabr aytishicha, Avam Palatasi kelar hafta Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka munosabatlik ishki qonun loyihasiga qarab chiqadi. Ularning biri majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklaydi, yana biri bozordagi Amerika shirkatlaridan ta'minlash zanjirini oshkorlashni talab qiladi. Pelosi juma kundagi muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi: Agar biz savdo manfaati sababli Xitoyning kishilik huquq masalasini so'zlashni rad qilsak, Amerika dunyoning har qanday yerida kishilik huquq masalasi haqida so'zlash axloqiy nufuzidan mahrum qiladi. Amerika Davlat bexatarlik ministrligining Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi 14-chesla majburiy emgakka chetishli Xitoy mahsulotlariga qarata 5 turlik vaqtliq tutib qilish buyrug'i chiqarganligini e'lon qildi. Davlat bexatarlik ministrligi vaqtliq tutib qilish buyrug'iga chetishliq mahsulotlarning Sharqi Turkiston rayonidagi davlat qo'llagan majburiy emgak kuchi tarafidan ishlab chiqarilganligi, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa millatlarning kishilik huquqini sistemalik dafsanda qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika Xitoy shirkatlariga tava ijtimoiy aloqa applari TikTok va Undodorga qarata yangi jazo yurgizganligini jakarlagandan keyin Xitoy ishonchsiz shirkat va shaxslar tizimligiga doir yangi belgilama chiqarib, bir qism Amerika shirkatlari va shaxslarni bu tizimlikka kirgizganligini e'lon qildi. Xitoy Savdo ministrligining yozma bayonotida ishonchsiz shirkat va kishilar tizimligi to'g'risidagi tafsilotlar ham bahrlandi. Bayonotga qaraganda, Xitoyning egilik huquqi, bexatarligi yoki taraqqiyot manfaatiga ziyon yetkazadigan kishilar va tashkilotlar qora tizimlikka kirgizilib, jazo yurgiziladi ekan. Tizimlikka kirgan kishilar va shirkatlarning Xitoydan import-eksport qilishi man'iy qilinadi. Bayonotda qaysi shirkat va shaxslarning bu tizimlikka kiradiganligi to'g'risida hech qanday uchur berilmagan. Bundan burun Amerika hukumati davlat bexatarligini qo'g'dash uchun 20 sentabrdan boshlab Xitoyning TikTok va Undodor yanfon detallarini app bozoridan elib tashlaydiganligini e'lon qilgan edi. 8 oyning 5-ida Trump ishga buyruq imzolab, Amerika shaxslari va tashkilotlarining Xitoy shirkatlarining ijtimoiy aloqa applari bo'lgan TikTok va Undodor bilan savdo qilishini cheklagan edi. Yaponiya Bosh ministri Shinzo Abe vazifasidan istifa berib 3 kundan keyin talash-tortishliq Yasukuni mozorligini ziyorat qildi.
U o'zining Twitter hisobida Yasukuni mozorligida tushgan rasmni yo'llab, ruhlarga o'zining iste'fo berganligini aytganligini bildirdi. Shinzo Abe 2012 yili 2 qatam vazifaga o'ltirib 1 yildan keyin bu joyni ziyorat qilgan bo'lib, Xitoy va Koreya qatorliq davlatlarning qattiq noroziligiga uchirgan. U vazifa o'tash mezgilida Yasukunini bevosita ziyorat qilmagan, lekin har yili 15-avgust butxonaga qaralik sovg'atlarni avatib turgan. Bu Yaponiyaning 2-Dunyo urushida taslim bo'lgan kuni bo'lib, bu mozorliqqa urushda o'lib ketganlar deb qilingan. Lekin bu mozorliqqa ko'milgan 14 urush jinoyatchisi ulug'lanadigan bo'lg'achqa, Osiyo davlatlari Yaponiya amaldorlarining bu joyni ziyorat qilishiga norozi bo'lib keldi.